Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun Qo'qon shahrida joylashgan Delagro restoranidamiz. Qurtoba taomlarini tatib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hayotimda birinchi marta yeb ko'rdim bular ovqatni. Qalampir olmam bu va Shaftoli. Shakar qattiq solingan bu. aslida og'zingiz achchiqlanib turadimi? Oq qorani, yaxshi yomonni, achchiq shirinni farqiga bormayman men. Delagro restoraniga bemalol oilaviy do'stlar davrasida tashrif buyursalar bo'ladi. Ovqatlari ham shirin ekan. Hammaga e'tibor uchun kattakon rahmat. Delagro restoranida barchalarni kutib qolamiz. Qo'qonda eng yagona bo'lgan restoran hisoblanadi.